Bismillahirrohmanirrohim. Azlar aqida fanidan suhbatni davom ettiramiz. Dunyoda 1,5 milliarddan ko'p musulmonlar yashaydi. Shularning 50% taxminan Hanafiy mazhabiga oid insonlardan iborat. Musulmonlardan taxminan 600-700 million Hanafiy mazhabiga oid odamlar yashaydi. Bu mazhabni boshlanishi, Hanafiy mazhabini boshlanishi Hazrati Umar roziyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuni Kufaga muallim qilib jo'natadilar. Bu kishi ilm darslarini o'sha yerda aqidadan, fiqhdan, Qur'on sunnatdan dars berganlar. Shogirdlari mana shu ilm osmonida yulduzlarga aylandi deyiladi kitoblarda. Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan keyin shu yerga fatvo aytishlik uchun eng munosib nomzod Alqama edi va Alqama fatvo berish o'rniga o'tdi. Alqama Hazrat Umar roziyallohu anhu, Usmon, Ali roziyallohu anhu, Ibn Abbos roziyallohu anhulardan ham ilm o'rgangan odam edi, hadis o'rgangan. Uni o'rniga eng munosib nomzod Ibrohim Naxai rahmatulloh xuddi shunday munosib bo'lganlik uchun fatvo berishga o'tdilar. U kishidan keyin fatvoga Hammod ibn Abu Sulaymon rahmatullohi alayhi va u kishidan keyin eng munosib odam fatvo berishga Abu Hanifa rahmatullohi alayhi fatvo berish joyiga o'tirdilar. U kishidan keyin Abu Yusuf, Imom Muhammad va bu narsa silsila davom etib kelyapti hozirgi kungacha. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Ibn Mas'uddan roziyallohu anhudan tashqari Hazrat Umar, Ali ibn Abbos kabi sahobalarga boradi. Bu kishini manoqiblari, ya'ni ustozlari ulardan ham dars olgan. Bu kishi aytadilar, men xalifa Ja'farning huzuriga kirdim. Ja'far mendan so'radiki, Abu Hanifa, menga ustozlaringni aytib berchi. Men Hammoddan ilm o'rgandim, u kishi Ibrohimdan, u esa Umar, Ali ibn Mas'ud ibn Abbos roziyallohu anhulardan dars olgan. Yetar ey Abu Hanifa, sendan eshitmoqchi bo'lgan narsam, bu gapimni eshitib bo'ldim, dedi xalifa. Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhi aytadi, hadis tafsirida Abu Hanifadan ko'ra olimroq kishini ko'rmadim. Yazid ibn Horun. 1000 ta ulamo bilan uchrashdim, ularning ba'zilaridan yozib oldim ilmda, hadisda. Ular ichida 5 tasini tanladim va ularning ichida eng afzali Abu Hanifa rahmatullohi alayhidirlar. Ibn Muborak. Bag'dod qozisi Ibn Ammora Abu Hanifaning maktubini qo'lga oldi deydi. Allohga qasamki, fiqhda sendan ko'ra yetukroq va qisqaroq gapiradigan insonni ko'rmadim, uchratmadim biror bir kishi. Sen shak shubhasiz o'z zamonasi faqihlarining sayyidisan. Sen haqingda ba'zilarning yomon so'zlari hasaddan boshqa narsa emas, deyaptilar. Abdulloh ibn Dovud Haribiy. Musulmonlarga namozlarida Abu Hanifa haqiga duoyi xayr qilishlar vojibdir. Chunki u zot ular uchun sunnat va fiqhni muhofaza qildi, deyishyapti. Naqadar buyuk so'zlar, buyuk ta'riflar. Xatib Bag'dodiy Muhammad ibn Bishr aytayapti. Men Abu Hanifa va Sufyon rahimahullohlardan ilm olib yurardim. Sufyonning oldiga borsam, qayerdan kelyapsan? Abu Hanifaning yonidan kelyapman. Abu Hanifaning o'rniga borsam, Sufyonning yoniga kelyapman derdim. Sufyon, Abu Hanifaning yonidan kelyapsanmi? Ha. Hozir Ibn Mas'udning ikkita eng katta shogirdi bo'lganda edi, tirik bo'lganda edi. Alqama bilan Aswadni nazarda tutyapti. Shular Sufyonga muhtoj bo'lgan bo'lardi. Sufyonning shunaqa bilimi bor. Endi Sufyon yoniga borsam, qayerdan kelyapsan? Abu Hanifaning huzuridan kelyapman. Yer yuzidagi olimlarda ahlining eng faqihroq oldidan kelibsan, deb aytardi Sufyon. Imom Zamaxshariy bobomiz aytadilar, bir ta'rif aytganlar. Yerga baland tog'lar qozig'i bo'lgani kabi musulmonchilikka Abu Hanifa ilmlari qozig'idir deganlar. Halaf ibn Ayyub
Ilm Allohdan Rasulullohga, u zotdan sahobalarga, ulardan tobiinlarga, so'ng Abu Hanifa uning ashoblariga yetib keldi. Ilm shunday yetib keldi. Allohdan Rasulullohga, Rasulullohdan sahobalarga, sahobalardan tobiinlarga, tobiinlardan Abu Hanifa va uning shogirdlariga yetib keldi. Shunga xohlagan kimsa rozi bo'lsa bo'lsin, istamagan o'zi biladi degan ekan. Nafaqa bunaqa ta'riflar juda ko'p. Zohid Kavsariy aytadilar. Husnut Taqoziy kitobida Abu Yusufning uyidagilardan biri vafot etganida ham kafanlash va dafn qilishga bir kishini vakil qilib dars halqasiga ketgan ekanlar. Juda darsni bular muhim bilishgan. Va Abu Yusuf qattiq betob bo'lib qolganida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi kelib turib, agar senga biror kor hol bo'lsa, sen bilan juda ko'p ilm yo'q bo'lib ketadi. Alloh seni asrasin deb duo qilgan ekanlar. Shunaqa. Shunday qilib Hanafiy mazhabi hijriy 120-yildan boshlandi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi to 150-hijriygacha fatvo va dars aytdilar. Va u kishini undan keyin minglab shogirdlari ushbu mazhabni dunyoga yoydilar. Xususan Abu Yusuf, Imom Muhammad, Zufar va boshqa shogirdlari. Yuz minglab kitoblar yozildi. Tadqiqotchilar u kishini 800 dan ortiq xos muhaddis shogirdlari bo'lganligini aytadilar. Faqih shogirdlari bo'lganligini. Ulardan 28 tasini qoziylikka layoqatli, 6 tasini fatvo berishga munosib, 3 tasi Abu Yusuf, Imom Muhammad va Imom Zufarlar fatvo va qozilik arbobi bo'lganlar. Budda ko'p Dovud To'iy, Hafs ibn G'iyos kabi zabardast ulamolar. Va ularning shogirdi, masalan, Imom Muhammadni shu mahkam ushlab olgan odam Imom Shofiy rahmatullohi alayhi bo'lganlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yashagan davrda Kufa shahrini o'zida 4000 ta muhaddis, 400 ta faqih bor edi deydi. Shunaqa faqih o'shalarni imomi endi Imom Azam rahmatullohi alayhi. Bilaveringki, bu odamni darajasi qanaqa. 4000 ta muhaddisga imom bo'lgan. Ba'zi ulamolar aytishadiki, deydi, Abu Hanifa va shogirdlari yechgan masalalarning soni 83 ta. Azlar ilm mana shunday yetib kelgan. Bilasizlarmi? Bu ilm bu din bu. Din ilmi. Va bu dinni himoyasi uchun shunchalik zabardast insonlar o'tganki, shu omonat bizgacha, hatto Qur'oni Karim shu olimlardan rivoyat bo'lib keldi bizgacha. Hadislar, o'sha Sihoh Sittani yozgan mashhur ulamolar bari mana shu mazhab ahllari va namoyandalarimiz. Ularning qadriga yetishimiz kerak, ortidan ergashishimiz kerak. To'g'ri, ba'zan hamma zamonda ham bo'ladi. Ba'zan qo'y mazhabni, nima qilasan, Qur'on hadisga ergash deyotgan odamlar chiqadi. Endi ularning maqsadi nima ekanligini bilmaysiz. Shunchaki so'zlari sehrli, ta'sirchan eshitiladi. Lekin bilib qo'ying, Qur'on hadisga ergashing deb. Vallohi Allohga qasamki, Qur'on va hadisni rivoyat qilgan odamlar ahl mazhablar. Sizga o'sha aytgan odamga aytingki, Qur'onni va hadisni bizgacha omonat olib kelganlar o'sha mazhab. Biz hadisini o'qiyotgan odamlar Imom Buxoriymi, Muslimmi yoki Termiziymi, Ibn Majahmi, Abu Dovudmi yoki boshqa Bayhaqiymi, Ibn Hibbonmi, kimda aytsangiz aytavering, qaysidir mazhabda, 4 ta mazhabni biridagi odam. Endi Ibn Hibbonni olib kelgan hadisini olib, Ibn Hibbonni o'zini chetga surish qanaqa bo'lar ekan?
birodarlarga mana shu bu so'zlar dars bo'lsin degan ma'noda aytayapmiz. Inshaalloh dunyo va oxiratimizga foyda beradi va Allohdan so'raymizki, mana shu ustozlarimizni, mazhab ulamolari, ahllarini Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin, bizani ham o'shalarning safiga qo'shsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.